Uzdil HTML darsligi 29-cı qism HTML ovoz. HTML'dagi ovoz masalasi. HTMLda ovoz vujudini qo'yishning ko'p xil usuli bor, lekin HTMLda ovoz vujudini bir taraf qilishni hargizmi oddiy ish deb qarag'il bo'lmaydi. Buning uchun ko'p qo'llanilgan tor ko'rgishlar o'rtaq qo'llaydigan texnikalik mahorat bo'lish kerak. Masalan, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera qatorliq tor ko'rgishlar qo'llash kerak. Yana kelib ko'plagan qattiq detallar qo'llash kerak. Masalan, PC, Mac, iPad, iPhone. Bizning tor betimiz mushu barliq tor ko'rgich ham barliq qattiq detallar saplamalarda normal ko'ringan vaqtida texnik ko'p tor abonentlarningki normal ziyorat qilishni ishqa shug'ul bo'ladi. Ikkinchi qistirma ishlatish. Tor ko'rgich qistirmasi tor ko'rgich iqtidorining kengaytirilgan programmasi bo'lib, qistirma orqali ovoz qo'yg'ich, xarita, bank hisobini tekshirish, kirgizgich qatorliqlarni oddiy usulda unumli bir taraf qilib bo'ldi. Oldida men o'sha qistirma haqida qisqacha to'xtalib o'tdik. Bu object yoki embed xatkich orqali qistirma qo'shishga bo'ladi. Embed xatkich orqali aniqlanmasak, HTML5 qo'llaydi, ya'ni kelib har qanday tor ko'rgich normal ko'rindi, lekin HTML4da normal ko'rinmaydi. Demak, embed deganimiz yangidan qo'shilgan xatkich hisoblanadi. Agar ziyoratchi abonentning tor ko'rgichda bu qistirma qachlanmagan bo'lsa, ovoz vujudini normal qo'yilmaydi. Hujjat tipini boshqa qolgan ovoz vujudiga almashtirsak, yana normal qo'yildi. Object xatkichi HTML siz mazmun qutisi bo'lib, alohidagi yuqoriga o'xshash. HTMLdagi audio elementini ishlatsa, Chrome, Internet Explorer, Safari'larda normal ko'rinadi. Yana OGG vujudini qo'shish orqali Firefox bilan Opera'da normal ko'rsatish maqsadiga yetkazilib bo'ldi. Torbatga 3-chi ovoz vujud qo'yishning eng yaxshi va eng oddiy usuli. Eng yaxshi usul audio bilan embedni teng qo'llanish. Eng oddiy usul boshqa muzika qo'yg'ichlarni ishlatish. Masalan, Yahoo'ningki ko'p vosita qo'yg'ichni ishlatish degandek. Buni kodga qaraydigan bo'lsak, masalan, nihoyat qulaylik holda bu yerda embed kengligi, egizligi, hujjatnoma debla mushg'ulotlar ovoz vujudini bevosita yoki objekt orqali mahalolatda ishlatdik. Andan keyin buningki boshqa masalan bu OGG vujudini qo'shdik. Mana qo'shish orqali buningki tor ko'rgichdagi qo'llashni texim oshug'uli bo'ladi. Mana endi audio deganimiz HTML5 da qo'llanilgan ovoz qo'yish vujudi hisoblandi. Andan keyin mana Yahoo qo'yg'ich orqali qo'ymoqchi bo'lsak, bu yerda mana naqshning tizimligi deb bu yerga bir naqshning ismi kelgan bo'lsa, biz bu yerga cheksiz xohlagan naqshni almashtirib, o'sha yerga 2 naqsha, 3 naqsha qo'yish orqali shu naqsh qo'yg'ichda qo'ya olamiz. Andan keyin mana cho'qim bu Yahoo'ningki JS kodini shunga singdirib ishlatish kerak. Eng yaxshi bir taraf qilish degan nom tilga oldik. Oldida bu audioni ishlatdik. Bu yerda audioning ichiga mana qiymatni bergandan keyin yana embedni ishlatdik. Mana bu eng yaxshi bir taraf qilish usuli. Mana bu eng oddiy bir taraf qilish usuli hisoblanadi.